Yana bir qoida bor. Subhanalloh. Yaxshi inson bo'lish kerak deydilar ustozlar. Ammo uni isbotlashga vaqt sarflash kerak emas. Nega deyilganda, albatta bugun siz kim uchundir yomon inson bo'lsangiz, qachonlardir o'sha inson uchun eng yaxshi inson bo'lgan ekansizda. Va siz yaxshi inson bo'ling, uni odamlarga isbotlashga vaqt sarflamang, siz o'zingiz yo'lingizda davom eting deydilar. Va insonlarni siz haqingizda qanaqa fikrga borishlarini u sizga ahamiyati bo'lish kerak emas, qo'yib bering. Ular siz haqingizda qanaqa fikrlashni xohlasalar, albatta shunaqa fikrlaydilar, deydilar-da. Yana bir qoida bor. Subhanalloh. Yaxshi inson bo'lish kerak deydilar ustozlar. Ammo uni isbotlashga vaqt sarflash kerak emas. Nega deyilganda, albatta bugun siz kim uchundir yomon inson bo'lsangiz, qachonlardir o'sha inson uchun eng yaxshi inson bo'lgan ekansizda. Va siz yaxshi inson bo'ling, uni odamlarga isbotlashga vaqt sarflamang, siz o'zingiz yo'lingizda davom eting deydilar. Va insonlarni siz haqingizda qanaqa fikrga borishlarini u sizga ahamiyati bo'lish kerak emas, qo'yib bering. Ular siz haqingizda qanaqa fikrlashni xohlasalar, albatta shunaqa fikrlaydilar, deydilar-da.